Yana to'ylar haqida o'ylar. Bu tasvirlarni ko'rib, hayratdan yoqa ushlaymiz. Hozirda hayotimizda ko'payib borayotgan oilaviy mojarolar, nizolar, janjallar, ajralishlar, er-xotin o'rtasidagi sovuqchilik sabablari ham aksariyat hollarda aynan serxarajat to'ylarga, ular bilan bog'liq behuda ortiqcha isrofgarchilikka borib taqalishi hech kimga sir emas. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, 2024-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasida 13 mingdan ziyod to'ylar o'tkazilgan va bu to'ylarga 12 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag' sarflangan. Respublika Ma'lumot Ma'rifat markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda quyidagicha savol berilgan edi. Sizningcha oilaviy ajrimlarning ko'payishi nima sabab bo'lyapti degan savol bor. Oilaviy ajrimning ko'payishiga birinchi o'rinda ko'pchilik, albatta sabr toqatning yetishmasligi deyilsa, ikkinchi o'rinda nima deb o'ylaysiz? Ikkinchi o'rindagi javob juda ham qiziqarli. E'tibor bering. Urf, odat va marosimlarning serxarajatligi turibdi degan fikrni bildirgan. Daromadimning 60% dan ortig'i mana shu oilaviy sarf-xarajat, to'y, marosimlarga ishlashga majbur bo'lyapman deydi. Mana ko'rib turibsiz, bugun qabul qilinishi kutilayotgan hujjat nafaqat huquqiy hujjat, ayni damda jamiyatning talabi. Ayni damda aholimizning kayfiyati hisob. Hozirda ko'plab oilalarning farzandlari musofirlikda ishlab pul topmoqda. Ularni misqollab yig'ganini bir kun to'yda botmonlab sarflaymiz. Yuraydi o'rtaydigan bitta tomonida 2018-yilda eslasangiz, 52 ta bizani fuqaro Rossiyaga ketishdi, Aktyoperda Qozog'istonda avtobus yonib ketishdi. Bitta ona intervyuda aytayapti. Mani bolam deydi, bor ishlagani ketdi dedi. Ishlab kelsa, pul olib kelsa, men u pulga uylantirmoqchi edim dedi. Agar bizda mana shu ahmoqona, dabdabali to'y bo'lmaganda, kichkina to'ylar qilganimizda u ketmas edi. Xoyu havas bolani o'ldirdi. Har bitta odam o'zini bir iqtisodiy rejasi bo'ladi. Iqtisodiy cho'ntagi bo'lsa, o'shaning rejalari bo'ladi. Kattaroq qismi uyga, mana bu qismi unga. Bizda mana shu kattaroq foizini to'yga deb sarflashadi. Bu eng ahmoqona qaror. Vaholanki kattaroq qismini biz bolalarimizni ilm olishga, investitsiyaga sarflashimiz kerak. Mana shu narsani qadriyatga aylantirishimiz kerak. Juda ko'p to'ydagi irim-sirimlar mana o'ylab chiqilgan narsa hammasini xotindan chiqyapti-da. Endi shunga erkaklar ham befarq. Befarq bo'lmasimiz kerak, qarashimiz kerak. Bu yerda aytilyapti, masalan, Fotiha to'ylarini bekor qilish, ota ko'rdini bekor qilish, yoki kelin salomni bekor qilish kabi masala qo'y. Haqiqatdan bunday asosiy hech kerak emas narsalarda davlat tomonidan aniq bir konkret qonun chiqarilib, qoida chiqarilib, kerak bo'lsa qattiq jarima solish kerak, kerak bo'lsa jazolash kerak. Xalqimiz birinchi navbatda kelajakni o'ylasin, farzandini o'ylasin, topgan-tutganni o'qishga sarflasin. Qaror loyihasi tayyorlanyapti. Bunga biz o'zimiz ham mutaxassis sifatida takliflar berdik va bu takliflarni shundoq bermasdan ko'pchilikning fikrini ham so'radik bu narsani. Ularni ham jalb qildik mana shu so'rovnomalarda har xil aholi toifasini fikrilan. Qarangki, ajabki, bu so'rovnomada hammasi juda katta foizni qisqartirish tarafdori. Demakki, chiqadigan bu hujjatni men ishonchim komil, juda xursandchilik bilan aholimiz kutib oladi. Ikkinchidan, O'zbekistonning iste'mol savatchasi bor-ku aholi. Mana shu to'y marakaga ketadigan sarflar endi ma'rifatga ketadi-da. Bu O'zbekistonning yuksalishiga juda katta hissa qo'shishiga ishonchim komil. Shuning uchun men qo'llab-quvvatlayman va juda ham xursandman bundan. Agar O'zbekistonda to'ylar bo'lmasa, bilasizmi, qanday o'zgarishlar bo'ladi? Bir oydan keyin oziq-ovqat va kiyim-kechak mahsulotlarining narxi pasayib, arzonlashadi, menimcha. Chunki asosiy xaridorlar endi yo'q. 3 oydan keyin avtomobil narxlari pasayadi, menimcha. Chunki bozor endilikda ko'pchilikka kerak bo'lmay qolgan Volkswagen, Mercedes-Benz, Range Rover kabi ko'plab kortej uchun mo'ljallangan mashinalarga to'lib ketadi. Bir yildan keyin o'zbekistonliklar to'plagan pullarni qayerga sarflash haqida aql bilan fikr yurita boshlaydilar, menimcha. 1,5 yildan keyin tovarlar sifati yaxshilanadi, chunki odamlar endi to'ylarga sovg'a uchun emas, o'zlari uchun mahsulot sotib olishadi. 2 yildan keyin iqtisodiyotda sezilarli darajada o'sish ro'y beradi. 3 yildan keyin fonogrammada aytadigan soxta qo'shiqchilar butunlay yo'qolib ketadi, menimcha. 30 yildan keyin onalar bolalarga bir paytlar katta tadbirlar tashkil qilinib, umuman begona insonlar chaqirilgani haqida g'alati hikoyalarni so'zlab berishadi. Millat chinakamiga boyiy boshlaydi. Asosiysi endi to'y qachon, necha kilo osh damlaysiz, qanday nomdor qo'shiqchilarni chaqirdingiz degan bema'ni savollar berilmaydi, menimcha.